هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiri 120. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tevbe suresinin 120. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzubillahi mineşşeytanirracim. Medine ahalisi ve ulanın etrafındaki A'rabilanın Resulullah bilen cihat qıp billi çıkmay qilip qilişi özlerinin aramı bilenli bulup cephada Resulullah bilen billi bulmaslıqı doğru emas idi. Bu yani ulanı cihatga çıkmay qilip qilishdan mani qilish şunun üçün ki ula Allah'ın yolida uçurgan ussuzluq, tartgan japa mushaqqat ve açlık ulanın kafirlarni xapılıqqa saladigan her bir qadimi, ulanın kafirlarni xapılıqqa saladigan her bir qadimi düşmanlar üstüden erişken ularni öldürüş, esir iliş, mağlup qilish qatarlıq her bir narsasi üçün Allah'ın dergahida ulağı yaxşılıq, yani savab yazılıdı. Allah elbette yaxşı iş qılğıçılarının əcrini bekar qılıb etmeydi. Tabuk gazetiga qatnaşqıçılarının mükafati. Allah Teala bu ayette Medine ahalisinden ve ulanın etrafındaki A'rabilardan cihatqa Peygamber aleyhisselam'a keladigan cihatta Peygamber aleyhisselam'a keladigan japa mushaqqatning özleriga kelishidan qechib Tabuk gazetiga uning bilan birga chiqmaganligini ayiblaydi. Ular cihatta erishadigan ajridan mahrum qoldi. Chunki Medine ahalisi ve ulanın etrafındaki A'rabilarning Resulullah bilen cihatga birga çıkmay qilip qilishi özlerinin aramı bilenli bulup cephada Resulullah bilen birga bolmaslıqı doğru emas idi. Bu yani ulanı cihatga çıkmay qilip qilishdan mani qilish şunun üçün ki ular Allah'ın yolida uçurgan ussuzluq, tartgan japa mushaqqat ve açlık ulanın kafirlarni xapılıqqa saladigan her bir qadimi düşmanlar üstüden erişken ularni öldürüş, esir ilish, mağlup qilish qatarlıq her bir narsasi üçün Allah'ın dergahida ulağı yaxşılıq, yani savab yazılıdı. Allah mücahidlarning bu işlerini ularning yaxşı emeller arqılıq yezib, ularning yaxşı emeller qatarıga yezib katta savab berdi. Allah elbette yaxşı iş qilguvchilarning ajrini bekar qilib etmaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan. Biz ularning qilgan yaxşı amallarining savobini haqiqatan yo'q chiqarib etmaymiz. Ularning Allah'ın yolida meyli kichik bolsun yoki cho'ng bolsun sarf qilgan narsasi ve cihad üçün basqan her bir musabisi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ulağı yazılıdı. Ularning yani Allah yolida cihad qilg'uchi ani shu mujahidlarning meyli kichik bolsun yoki cho'ng bolsun, yani meyl az bolsun yoki ko'p bolsun sarf qilgan narsasini ve cihad üçün düşmanlar tarafga basqan her bir musabisi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ulağı yazılıdı. Halife
Osman ibn Affan radıyallahu anhu bu ayetten toluq ve katta nisibini aldı. Bu şunun üçünki o bu gazatga nurg'un mal mülkini sarf qildi. Abdullah ibn Ahmad, Abdurrahman ibn Samuraning mundaq deganligini rivoyat qildi. Osman radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның qishig'a uning Tabuk g'azatiga qo'shin tayyorlash uchun 1000 tilla oltinni elib kelib Peygamber aleyhisselamның quchig'iga to'kdi. Peygamber aleyhisselam oltinlarni qo'liga ilib o'rib-cho'rib qaradi va mundaq dedi. Bugundan boshlab Osman ibn Affan yaxshi amal qilmasa-mu uning ziyon yetmaydi. Peygamber aleyhisselam bu sözünü bir qancha qitim takrorladi. La ilaha illalloh Muhammed Rasulullah. Ve cihad üçün basqan her bir musabisi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ularga yeziladi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi. Allah yo'lida jihadga chiquvchilar bola chaqalaridan qanchalik yiroqlashgan sari Allah Teala'ga shunchalik yiqilishadi. Mu'minlarning hammasining jihadga chiqishi loyiq emas. Ularning bir turkumi jihadga chiqdi. Ularning ichidagi har bir jamoadan yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmining qishig'a qaytgandan keyin qavmning Allah'tan qo'rqish uchun ularni ogohlantirish maqsadida nemishqi ilm talab qilishga chiqmadi. Bu oyat Allah Teala'nın Arab kabilelerinin hammasini umumyüzlük Peygamber aleyhisselam bilen billa Tabuk g'azatiga chiqishga buyuradigan hukmiga berilgan ilovadir. Bir qism salaf ulamolari bu oyatga mundaq deb qaraydi. Allah Teala ey mu'minlar jamoasi, sizlar yenik bo'lgan yoki ig'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh, qari, piyoda, ulag'liq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihadga chiqinglar. Allah'ның yo'lida meninglar bilan, jininglar bilan jihad qilinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. Deganligi uchun agar Peygamber aleyhisselam jihadga chiqsa, musulmonlarning hammasining umumyuzlik holda jihadga chiqishi farz bo'lgan edi. Ondan o hüküm bu ayet, yani tefsiri bo'liyotgan oyatning hükmü bilan amaldan qoldirildi. Bu ayetga mundaq ma'nomi berildi. Bu ayet Allah Teala'nın Arab kabilelerining hammasini umumyuzlik holda jihadga chiqishga buyurganligi. Her bir kabiledeki adamlarning hammasi chiqmagan taqdirdimi, ulardan bir bölük kişilerinin çokum çıkışının lazımlığı haqidagi hükmüge berilgan ilovadir. Peygamber aleyhisselam bilen billa jihadga chiquvchilar onunğa jihad jarayonida nazil bo'lgan vahiyni ügünüp alim bo'ladi. Ondan jihaddan qaytib kelganda qavmiga düşmanning ishlarini so'zlab berib, ularni düşmanning yomonligidan ogohlantirdi. Şunda qilib ular bu bir qitimliq umumyuzlik jihadga chiqishda ikki xil foydaga erishdi. Peygamber aleyhisselamdan keyin bir turkum kishilarning yurtidan chiqishi ilm talab qilib dinda olim bo'lish yoki jihad qilish uchundir. Chunki u qabilalarning hammasiga farz kifoyadir. U qabilalarning hammasiga farz kifoyadir. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radıyallahu anhumanın mu'minlarning hammasining jihadga chiqishi loyiq emas degan oyatning tafsirida mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselamni yolg'iz tashlab qo'yib, mu'minlarning hammasini jihadga chiqib ketishi loyiq emas.
Ularning ichidagi har bir jamoat yana bir turkumi bu bir bo'lik qo'shin bo'lib, payg'ambar alayhisalom o'zi chiqmasdan ularni jihodga avatidi. Ular yo'q chog'da nozil bo'lgan oyatlarni urushga chiqmay payg'ambar alayhisalomning yanida qolganlar o'ginidi. Ondan ular jihoddan qaytib kelganda ularga Allah haqiqatan payg'ambaringlarga Qur'ondan oyatlar nozil qildi deb bu oyatlarni deb berdi. Jihodga chiqqanlar bir qitim o'zlari yo'q chog'da payg'ambarga nozil bo'lgan oyatlarni o'ginidi. Payg'ambar alayhisalom jihodga boshqalarni avatidi. Ayni shu Allah Teala'nın dini alim bo'lib degan oyatining ma'nosidir. Ular Allah'ның payg'ambarlariga nozil qilgan oyatlarni o'ginidi. Jihodga chiqib ketganlar qaytib kelganda qavmining Allohdan qo'rqishi uchun o'rganganlarini ularga o'rgatdi. Mujahid mundaq deydi. Bu oyat payg'ambar alayhisalomning bir qism sahobalar haqida nozil bo'lgan bo'lib, ular sahrolarga aylang'ili chiqdi. Bir qism odamlar ularga yaxshilik qildi. Sahobalar foydalanishga tegishlik munbat yerlarni topdi. Sahobalar ularni hidoyat yo'liga chaqirdi. Bu odamlar sahobalarga sizlar o'zinglarning odamlarini tashlab qo'yib da'vat qilish uchun bizning qishimizga keldinglarmi dedi. Sahobalar ularning bu so'zlaridan bearam bo'ldi. Ularning hammasi sahrodan qaytib kelib payg'ambar alayhisalomning qishiga kirdi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh bu mundaq deydi. Ularning ichidagi har bir jamoadan yaxshilik qilishni izlaydigan, ya'ni bir turkum diniy olim bo'lib, kishilardagi bilimlarni va Alloh taolo ular yo'q chog'da nozil qilgan oyatlarni o'rganib, ular qavmining qishiga qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqish uchun ularni ogohlantirish maqsadida nimishqa ilm talab qilishga chiqmadi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi. Bu oyat Allah payg'ambari Muhammad alayhissalom bilan billa g'azotga chiqishga buyurgan qo'shinlardan payg'ambar alayhissalom urushga avatgan bir bo'lik qo'shin haqida nozil bo'lgan. Bu bo'lik odam dinda olim bo'lish uchun payg'ambar alayhissalom bilan billa qolatdi. Yana bir bo'lik odam qavmini da'vat qilishga va ularni Alloh taoladan qo'rqishga tegishlik ishlardan ogohlantirishga boradi. Mu'minlarning hammasining jihodga chiqishi loyiq emas. Bu oyat jihad haqida nozil bo'lgan emas. Lekin payg'ambar alayhisalom Muzar qabilasidagi qahatchilik bo'lgan beddua qilganda, qahatchilik bilan beddua qilganda ularning yurtlarida qahatchilik ofati yuz berdi. Bu qabiladagilarning hammasi digidek qahatchilikdan qochib Madinaga ko'chib keldi va o'zlarining islomga kirganligini da'vo qildi. Halbuki ular yolg'onchilardir. Ular payg'ambar alayhisalomning sahobalariga qiyinchilik elib keldi. Shuning bilan Alloh taolo payg'ambariga oyat nozil qilib, ularning haqiqiy mu'min emasligini xabar berdi. Xabar qildi. Payg'ambar alayhisalom ularni o'z qabilalariga qaytarib etdi va ularning qavmini mundaq qilishdan ogohlantirdi. Ana shu Alloh taolaning ular qavmining qishiga qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqish uchun ularni ogohlantirish maqsadida degan oyatining ma'nosidir. Ey mu'minlar, sizlar o'zingizlarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar
ya'ni sizlarga xatar bo'lmasligi uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlarni ular qattiq his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ichinglar og'rimasin. Bilinglarki, Allah taqvodorlar bilan birgadir. Ya'ni Allah taqvodorlarga madadkordir. Allah Teala bu ayette mu'minlarga jihad qilishni oldi bilan islom hokimiyatini davr surgan rayonga yaqin bo'lgan kofirlardan boshlab ularga qarshi qadam ilgirlashga buyurdi. Şuna Peygamber aleyhisselam jihad qilishni Arab yerim oralidagi mushriklardan boshladi. Peygamber aleyhisselam ularga qarshi qilgan jihadni oyoqlashtirgan. Allah Teala onunla Mekke, Medine, Taif, Yemen, Yemame, Hicr, Hayber, Hadramavt ve Arab yerim araladaki başka joylarni fethi qilib bergan. Arab qabilalarining odamlari Allah Teala'nın diniga top bo'lib kirgandan keyin ehli kitobga qarshi jihad qilishni boshlab etdi. Payg'ambar alayhissalom Arab yerim oralig'iga eng yaqin bo'lgan va ehli kitob bo'lganligi uchun islomga da'vat qilinishga eng haqli bo'lgan Rumlarga qarshi jihad qilishga tayyorlik qilib Tabukka bordi. Ondan butlarda bu yurtlarda qurg'oqchilik bo'lib ketganligi, qo'shindikilarning har jihatdan qiyin ahvol qolganligi uchun bu yerdan Madinaga qaytib keldi. Bu Hicriyening 9-yil edi. Ondan Payg'ambar alayhissalom Hicriyening 10-yili vidolish hajji bilan aldirash bo'lib ketdi. Bu hajdan 81 kun keyin Payg'ambar alayhissalom olamdan o'tdi. Allah Teala onu öz dergahida tayyorlagan makonga ilib ketdi. Onundan keyin onun işini onun yardımcısı, do'sti ve o'rinbosari Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu öz istiga aldı. Dinda bir davolg'ish bo'lib, odamlar dinde yenib ketgili tas qolgan edi. Allah Teala Abu Bakr Siddiq orqali dinni her jihatdan mustahkamladi. Dindan yenib olganlarni diniga qaytirdi. Abu Bakr islom dinidan yenib olgan murtadlarni diniga qaytirib kirdi. Zakatni berishga unamagan jahillardan zakatni oldi. Haqni bilmaydiganlarga uni ochiq bayon qilib berdi. Payg'ambar alayhissalomdan keyin ustiga olgan vazifani to'liq o'rinladi. Ondan islom qo'shinini Krist belgisiga cho'qing'ichi Romlarga, o'tqi cho'qing'ichi Farislarga qarshi yurish qilishga tayyorlashga kirishib ketdi. Allah'ın seferberliğinin berkiti, Allah onun seferberliğinin berkiti bilen şehirlerini fethi kılıp verdi. Parislarının padişahı Kisra, Rumlarının padişahı Kaysar ve bu ikisine boysunup gelivatkanlar qattiq felaket düşürdü. Bu iki padişahının toplagan mal dünyasını Peygamber aleyhisselamның xabar qilgani boyunca Allah yoluga sarf qildi. Abu Bakr Siddiqdan keyin bu ishning davomini uning o'rinbosari haq bilan nohaqni ayirg'uchi deb nom olgan mihrobda shahid bo'lish sharbitini ichgan Ömer ibn Hattob radıyallahu anhu davomlashtirdi. Allah Teala Ömer radıyallahu anhu orqali haqni inkar qilg'uvchi kofirlarning hayvisini yerga urdi.
haddidan oshquchilarning va munofiqlarning qattiq adabini berdi. Sharq va g'arbdagi mamlakatlarni fath qildi. Iroq yaqin joylardagi xazinalarda saqlanib kelayotgan mol dunyolar uning qishig'iga ilib kelindi. Bu mol dunyoni shariat hukmiga asosan ularning orasida eng qanoatlanarli ravishda taqib berdi. U dunyoda maqtashga sazovor bo'lib yashadi. U shahid holatda olamdan o'tgandan keyin muhacir ve ansarlardan ibaret sahabeler öz öyde şehitlik şerbetini içken Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın halifeliğine beyat kıldı. Osman'ın halifeliği aslında İslam dinine özüge layık ton keydirildi. İslam dini Allah Teala'nın delil paketlerinin yetkizişini öz üstüge algan bendilerinin tirişcanla kılışı bilen etraflara kengayip g'arb ve sharq zamanlarida g'alabaga erishdi. Neticede Allah Teala'nın dini üstünlükке erishdi. To'g'ri yo'lni bo'ylab mangan İslam milleti Allah Teala'nın düşmanlarının edivini qaltis berdi. Ular Allah Teala'nın ey müminler sizler özаңlarga yaqin joydagi kafirlar bilan urush qilinglar. Yani sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar degan oyatiga amal qilib bir qavmning ustidan g'alaba qilgandan keyin ondan ulardan keyingi haq bo'lgan qarshilashquchi gunohkor qavmga qarab jihodga otlanadi. Sizlarni ular qattiq his qilsin, ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ichinglar og'rimasin. Ya'ni sizlar kuffarlarga qarshi urush qilganda ular sizlarni qattiq qo'l his qilsin. Chunki iymoni kamil mu'min o'zining mu'min qarindishiga yumshoq qo'l, dushmani bo'lgan kofirga qattiq qo'l bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah onun ornağa Allah ulanı dost tutadigan, ulamı Allah'ını dost tutadigan müminlerge köyündigan kafirlarga şefkatsiz Allah'ın gazbi cihad kılıdı. Allah'ın yolunda cihad kılıdigan ve malamet kılgıcının malametinden korkmaydigan bir kavmini keltirdi. Muhammed Allah'ın Resuludur. Onun bilen birge bolgan müminler kuffarlarga qattiqdir. Özara köyümcandır. Sen kuffarlar bilen ve munafiqlar bilen köreş qılgan, ularga qattiq muamele qılgan. Bilinglar ki Allah taqvodorlar bilen birlidir. Yani Allah taqvodorlarga madadkordir. Yani kafirlarga karşı cihad qılinglar ve cihad qilishda Allah Teala'ga tevekkül qılinglar. Bilinglar ki Allah Teala'dan qo'rqsanglar ve ona itaat qilsanglar, Allah her zaman sizlar bilan birlidir. Bu ümmetin dastlabki 3 asrning odamlarining ishi mana mushundaq bo'lgan edi. Ular bu ümmetning eng yaxshi odamlari bo'lib, Allah ularga itaat qilishda eng yuqori bosqichda bo'lg'achqa düşmanları üstüden davamlı g'alaba qilgan edi. Shaharlar qadam fatih qilinib, düşmanlar oqima-oqa yengilgan va qattiq ziyonga uchragan edi. Ondan keyin musulmon podshohlarining orasida fitna fasod, har xil fikir iqimi ve her türlü ixtiloflar yuz berdi. Buni fursat bilgen düşmanlar qo'ldan ketkizib qo'ygan yurtlarini qaytarib tamasida ona qarab ilgirildi. Musulmon podshohlar o'zaro urush bilan bo'lib ketganligi uchun düşmanlarni to'sadigan kishi qolmadi.
Ular islom madaniyatiga texmu ichkirilib kirib, nurg'un shaharlarni va yezi qishloqlarni besib oldi. İlgiri ve keyin hamma ish Alloh taolaning boshqarishidadir. Islom podshohlaridan haqni barpo qilgan, Alloh taolaning amr farmonlariga itoat qilgan ve barliq ishlarda Alloh taolaga tavakkul qilgan her bir podshoh Alloh taolaning yordami bilan shaharlarni fath qildi ve gücünün yetişçe Allah Teala'nın yardımı bilen düşmanlar tartıp algan ziminlerini qaytırıp aldı. Allah Müslümanlarını özünün düşmanları bilen, özünün düşmanları boğan kafirlarının kökünüsüdün ilişki qadir kılışka, ularının şuarını bütün iklimlarda üstünlükке eriştirişke kepildir. Allah hakikaten nihayeti sehi ve keremliktir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Tevbe suresi tefsiriden 123. ayet aldığınla. Ahirini kin ketemlik okşumuz devamlaştırırız inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.